sana inandım aslı, tutulmagan ay sen kütülmeyen reşkim sen, muhabbete pay sen meyrim dolu işkim sen. La 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 lamsan, içimdeki alem sen, muhabbete pay sen bakarım sen la lamsan. La 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 lamsan, içimdeki alem sen, tutulmagan ay sen
Mübarek toy mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyana kündür, yaxşı günler mübarek. Bugün şadiyana toydur, toylarınız mübarek. Hamma xursand to'y desa, mehmonlar qutlab kelsa. Hamma xursand to'y desa, mehmonlar qutlab kelsa. Boshim yetar osmonga, har kim shu kunga yetsa. Boshim yetar osmona, her kim şu günge yetsa. Mübarek toy mübarek, aytishaylik mübarek. Sazınla çal sazını, söyle gel avazını. Tamaşalar bol bulsun, rakkasa kıl nazını. Tamaşalar bol bulsun, rakkasa kıl nazını. Mübarek toy mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyana kündür, yaxşı günler mübarek. Bugün şadiyana toydur, toylarınız mübarek. Vafasız bu cihanga her neçe canlar kilanıp ketken. Beyaniga yetolmay aqli hayronlar kilanıp ketken. Sarabi kunini sapıl perişanlar kilanıp ketken. Seni menden burun ham qancha insonlar kilanıp ketken. Ölümge çare topmay necha luqmalar kilanıp ketken. Ölümge çare topmay necha luqmalar kilanıp ketken.
aziz do'stlar, go'zal kelin kuylarimizni to'ylari muborak sadolar ostida davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Toylarım mübarek diyar canım, toy hanımı alsın sen birleşiyor nima yar yar ey. Toylarınız mübarek.
Katta rahmatli aytamiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling demas. Kelin kelgan uyga nurlar sochilg'ay. Rabbim Alloh rahmat eshigini ochgay. Na tilak tilasa mustajab bo'lg'ay. Muboraklang bu uyga galingalda. Galingasi eshigindan ibola. So'zlagan so'zlara aboldan mazala. Kuyovga bo'lg'ay mehru vafoli. Muboraklang bu uyga galingalda. Assalomu alaykum qadr bilan otaxonlar, munis, motabar onaxonlar, bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli opa-singillar va zabardast aka-ukalar. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan qarindosh tug'illar. Amma xola doyjiyalar, barchalaringizga bugungi to'ylar muborak bo'lsin demiz. Mana bugun Allohning buyuk in'omlaridan biri bo'lgan farzandlar baxti tatta, kamoli jamolini ko'rib, Allohga hamd va sanolar, shukronalar keltirib turgan xonadon sohibi-yu sohibalari. Qarang, bugun mahallada o'zining ba'abru e'tiboriga sazovor bo'lgan xonadonlarning birida katta to'y tantana. Xush kelibsizlar. Qadamlaringizga xosonatlar bo'lsin kim farzandlari baxti, taxti, kamoli jamolini ko'rib, quvonib, elimiz oldida shunday go'zal, to'kin, chiroyli dasturxon yozishga muyassar bo'lgan piru badavlat xonadon egalari, so'zlari qimmatdandir, dullu tilloda. Sizlarga baxt tilar faqat Allohdan deb turib, Saidmat otamiza, Azimboy otamiza, Nurjon onamiza, Mehribonjon onalarimizga Gözlaringiz oydin bugungi nevara to'ylar muborak bo'lsin demiz. Qutli qadam galin muborak bo'lsin demiz. Va shu to'ylarda to'ybashi bo'lib turan Zokirbek og'amiza, Gulixon apkalarimizga bugungi farzand to'ylar muborak bo'lsin demiz. Mana shu go'zal kelin-kuyovlarimizga ham uzoq umr, baxt, saodat, sihat, salomatlik tilaymiz. Muqaddas dargohiga qo'yayotgan qadamlaringiz qutlug' bo'lsin demiz. Va shu to'ylarda qo'shqanot bo'lib turgan belin mahkam baylaga xizmatda bel boylab turan Hasanboy otamiza, Husaynboy otalarimizga, Bozorvoy otamiza, Shamunatbek otamiza, Aminajon onalarimizga, Ravshanbek og'amiza, Miyassarjon beylarimizga, Rashtbek og'amiza, Muqaddasjon beylarimizga, Askarbek toyi Zeboxon beylarimizga, Akbarbek toyi Nigoroxon beylarimizga, Bahrambek og'a Muborakjon beylarimizga bugungi jiyan to'ylar muborak bo'lsin demiz. Amma desa jonim deb turga. Shulara dunyo molim deb turga. Xolam keldi, guli lolam keldi deb turib. To'y ishina qarashib, Sarpol uni jubdan sanashib turgan, shu to'ylarda yugurib kelib xizmatda turgan ajoyib arkina ammajon xolajonlarimizda, Muborakjon amma, Oyshajon amma, Fatimajon ammalarimizda, Oyguljon xola, Rohatoyjon xola, Anaguljon xolalarimizda, Ro'ziguljon xola, Muqabbatjon xolalarimizda, Marhamatjon ammalarimizda bugungi jiyan to'ylar muborak bo'lsin demiz. Jahonda farzand olodar. To'y etguvchi Allohdir, bolali uy bozordir. Shod bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin deya yana bir bora xonadon sohibalari Ro'ziyevlar sulolasining barcha-barchalarına gözlaringiz oydin bugungi ahdi farzand jiyan to'ylar muborak bo'lsin deya ajoyib tilaklarni bildirgan holda mana shu keng olingan davramizda aziz insonlar orasida Jumaniyazov Sotimboy og'amiz davramizda aziz mehmon ekanlar. Sotimboy og'amizni davramizda chollaymiz, davramizni ochiq deya e'lon qilsalar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Ana bugun biz hammamiz hurmat qiladigan, e'zoz etadigan, ana shunday sulola bo'lsin deb orzu qiladigan ikki sulola, Ro'ziyevlar sulolasi bilan Matchonovlar sulolasining vakillarini to'yina to'planibmiz. Ana bugungi kelin-kuyovlarimizning bu ayaga yetkazishda katta xizmat qilgan, e'zozlagan mo'tabar odamlar bor. Ana shu odamlarni bir qator eslasak deb o'ylanib o'tirdim. Ana shundaylardan birisini Azimboylarning Ismoil akalar xonadoni yoki Shamrat bola xonadonining bugungi to'y sheriklari. Shuningdek, ana Haji bola tarafda eng mo'tabar insonlarimizdan bo'lgan Matkuron bolalar sulolasi bilan Matchonovlar sulolasi ham bugungi to'ying sheriklari. Ana shu to'y bilan yuqorida aytganlari barcha Ro'ziyevlari chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ro'ziyevlar sulolasi endi hamma katta
Dağla, ana bir yerde İlmuratcan başçılığında, Civa başçılığında adamlar ana şu ile dini, diyanetli, insafı, adam iyiliği alıp yiyen insanlardan birisi Rozu Buala Sulalası. Ana bula evvelki tüzüm müstebit, tüzüm dediğimiz bir paramız maktidağın tüzümde fakat boynunu eğen keyinki dövrde. Boynu kılıç kesmesin, gitmesin de. Ana şu lik bilen bu ailenin berçe Semender Boğa olsun, onun ağabeyleri olsun, elde her bir günümüzde, toyumuzda, tamaşamızda, yaman günümüzde, umumen kammaların hemmesi dik durup hizmet ediyorlar. Devamlı boğan rozu yapını vilayette hemme daniydi. Kendi yaşlarla daniydi, hürmet kıladı, ezalıydı, ustazım dedi ve başka ne yakşı gap olsa koşup aytadılar. Ben bunları açışımdan sebep, ya ki bulmasa İsmail Boğan'ı aytadığım bolsakam şundi, Şamrat Boğan'ı aytadığım bolsakam, Metkron Boğan'ı aytadığım bolsak, sulaları aytadığım bolsakam, ya ki bulmasa Metcan Boğala sulalasını aytadığım bolsakam, her birine bir saatlap aytış gerek. Metcan Boğa adli çopan, lekin adli çopan Boğan'ı bilen, vilayetin en kette rehberleri hürmet kıladığın, hemmemiz toyumuzda, başka da evvelki dövrlerde irak kıladığın Kamilcan Eke 3-4 mertelep toyuna gelip Metcan Boğ'a özünün hürmetini gösterip giyen. Hani bu ailede şu dini, diyaneti, imanı, etikatı boğandan Kamilcan birinciler katarı Metyak Feci'den Selki Irak dinini, diyanetini berçege namayiş kılıp geldi. Keyinki dövrde cüde yakşı el için elatkom oldu, başka oldu. Her bir yakşı yaman günlerimize hizmet kılıp geldi. Ana şu yukarıda aytılanların en yakşı faziletleri, en yakşı niyetleri, en yakşı biz ne oldu tapadan bolsak, şular yenge ailede cabacab olsun. Yenge ailemiz her birimiz arzu kıladığın, oylaydıgan, fikirliydigan, balam şun diyorsa, palankesi balasın deyip bolsa da arzu kıladığın aile olsun, üzerinden köpesin, yeyilsin, yazılsın ve yurtta şu yukarıda aytkan adamların en yakşı hissetlerini başkalara ötkezucu, başkalara tergip kılıcı acayip insanlar yetişsin şu aileden. Rahmet. Katta rahmat. Ilohim mahallangizda to'ylar to'yga ulansin, oltin boshlaringiz to'ylardan chiqmasa, farzandlar battana elimiz, battana sog' omon bo'ling deymiz va yana bir bora ko'zlaringiz oyda mahalla to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Galin to'yi boshlabsiz, muborak bo'lsin. Mudomo qalbingiz quvonchga to'lsin. To'yning izi ulanib yana to'y bo'lsin deya Azlar to'yxona kechamizni asosiy sababchisi bo'lgan kral va kralichamiz Farruhbek ukamiz va Sarvinozxon singlimiz tomon yuzlaramiz. Farruhbek, bugungi nikoh to'yingiz muborak bo'lsin. Yoningizdagi sevikli yoringiz muborak bo'lsin. Kuyovlik liboslar qutlug' bo'lsin. Mana bugun Sarvinozxon singlim, hayongiz, ibongiz, latofatingiz ila osmon va falakni malikasi bo'ldingiz. Ushbu sharafli nom, kelinlik unvoningiz muborak bo'lsin. Ilohim baxtli, taxtli bo'lib, qo'sha qarib, har neki orzu niyatlaringiz bo'lsa amalga oshib, galasi shuylardan sal oldinroq beshik to'ylarida ham diydor ko'rishmoqlikni Allohning o'zi ro'zay nasib aylasin emas. Kelin kuyov, jamoling ko'z tegmasa, qaddu bastu visolingga ko'z tegmasa, qo'sha farzand ko'rib baxtli bo'ling. Mudom baxtu iqbolingga ko'z tegmasa, ilohim sizlarni yomon ko'zdan, bu qazodan Allohim o'zi asrasin deya ajoyib tilaklarni bildiramiz va mana shu Farruhbek ukamizdan ham iltimos qilamiz. Agar rozi bo'lsalar, go'zal kelinchagimiz yuzlaridagi hilol pardalarni olib qo'ysalar. Endi mana shu go'zal kelinchagimizdan ham iltimos qilamiz. Mana shu to'yxonamizga yetib kelgan aziz mehmonlarimiz uchun sizdek farzandni, Farruhbekdek farzandni dunyoga keltirgan, kamola yetirgan aziz muhtarama otaxonlarimiz, onaxonlarimiz uchun bir kerelik ta'zim qilib qo'yamiz. Oq libos kiyibsan, eng katta baxting.
nafsing halol ekan, haloldir baxting. Hech qachon so'nmasin, qaytmasin shahding. Ahdli bo'l kelinchak, baxtli bo'l kelinchak. Yonida hamroh bo'l, shodlik yo'g'amda. Shukr qil, juftingdir yoring har damda. Ha sevishni, suyishni qilmagin kanda. Ahdli bo'l kelinchak, baxtli bo'l kelinchak. Ilohim sizlarni baxt, omad, quvonch hech qachon tark etmasin deya yana bir bora ajoyib tilaklarni bildiramiz va mana shu go'zal kelin kuyovlarimizni o'z o'rinlarini, oltin o'rinlarini o'tirishlarini ruxsat beramiz. Marhamat. Hurmatli aziz mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan ahli jamoa xush kayfiyat, yoqimli ishtaha tilagan holda noz ne'matlar totirgan dasturxonimizga lutfan taklif qilamiz va sizlarni bir umrga benuson tasvirga muhrlayotgan professional studiya Siroj Media yigitlarni ham omadlar tilab qolamiz va davramizni siz kutgan daqiqalarimizga, san'atkorlarimizga berar ekanmiz. Barcha-barchalarimizni, dillarimizni, ko'ngillarimizni xushnud boshlash uchun o'zining bilbildek shirin ovoziga ega bo'lgan Xorazm san'atida o'z o'rnini topa olgan, elimiz sevgan san'atkor, elimiz suygan san'atkor, ajoyib san'atkorimiz, maqom va kuy qo'shiqlarni mohirona ijro qiluvchi Bulbulxonish san'atkorimiz, shirali ovoz sohibi Jo'rabek Bobojonov boshchiligidagi bir guruh sozanda yigitlar sizu bizni xizmatimizda bo'ladi. Bugungi san'atkorlarimizga ijodiy parvozlar, omadlar tilagan holda davramizni san'atkorlarimizga topshiramiz. Marhamat. Jasurbek akam, mana shu yerda ajoyib san'atkorimiz, shirali ovoz sohibi Jasurbek akamiz tashrif buyurdilar. Davramizni Jasurbek akamiz bilan boshlaymiz. Ajoyib qo'shiqlar ila. Marhamat Jasurbek aka, davramiz sizga muntazir. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum eldoshlar, yurtdoshlar, to'yagan aziz mehmonlar. Shu to'y bilan xonadon sohiblarini tabriklaymiz, muborakbod qilamiz. Shu Seyitmat otamizni tabriklaymiz, Zokiramizni, barcha og'aylarini, qarindosh tog'alarni tabriklaymiz. Qo'limizdan kelgancha sozimiz bilan, suhbatimiz bilan xizmatlaringizdamiz. Bir jup qo'shiqimizni aytib beramiz, baxt tilaymiz. Çektim çarkı dünyada sindin tamamı hanım buldu için bir bağda sindin mudam altamda buldum bulmadım dilşada sindin ama abad buldu olmadım abada sindin kimin her kayga barsam dağ biter ben dağda sindin Bilimli kuvvet
ruhi ravanım düne yürüdüler Anasının sündüler Ben de canım düne yürüdüler Heme abad bulmadım abad singin Kimin her kayga barsam Dağ biter men dağ destingin Çemende bülbülü bir Ağnım aşyanım yok Misal çüzdük vey Havnede herkes mekanım yok Azizim dineyi cüda buldum Başımda sağya bağlım yok Heme abad oldu Bulmadım abad destingin Kimin her kayga barsam Dağ biter men dağ destingin Bu alem halkı içre Dil perişan olmasın hiç kim Közü kim tirmanıp yol Nerede hayran olmasın hiç kim Bu dünya gidesi gibi Tavrikiz anılmasın hiç kim Heme abad ol diye Bulmadım abad destingin Kimin her kayık
auditor mende destingin ya kavmin gayetür gaymekin hurşidim adabni saadet vaktıda ba şumga kun ikbali kevkebni ila kavsin yitur himmet yolide hesseme eşrefni hama abad buldi bulmadim abad sindin kimin her kayga barsam daud iter men daud sindin Qanchadana bulsam her joyda sen o'ylab gapir Qanchadana bulsam her joyda sen o'ylab gapir O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab gapir O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab gapir Taşka su yukmaz kebi yukmaydı adamlarga gap Taşka su yukmaz kebi yukmaydı adamlarga gap Sözlü kadriga yetuvchi odamni sen tanlab gapir Sözlü kadriga yetuvchi odamni sen tanlab gapir Herkes kişiye külmegin Zerre noksanı görüp Herkes kişiye külmegin Evvela aybin güzel Sonra özün mahtap gepir Evvela aybin güzel Sonra özün mahtap gepir Derru barıp eyle kulak Yoldan azgen uçrasan Derru barıp eyle kulak Doğru yolu kürsatip Her xil misal eylep gapir Doğru yolu kürsatip Her xil misal eylep gapir Ey Ali aklın rasa bulsa havlanmay gapir Ey Ali aklın rasa bulsa havlanmay gapir Kuşnava bülbül kebi her şahaga konmay gapir Kuşnava bülbül kebi her şahaga konmay Yaprağı
katta rahmat. Bonni she'rimiz davom qildiradi. İşlerin omad Jo'rabek. Rahmet avvalambay assalomu alaykum aziz hurmatli mehmonlar, aziz eldoshlar. Shu to'y bilan barchangizni tabriklaymiz. Shu gelin-gevlarimiz baxtli olsun, qo'sha qarasinlar. Qo'limizdan kelgancha shu ustozlarimizning qo'shiqi bilan duo qilamiz. Yangi sho'x qo'shiqlarimiz ham bo'ladi, marhamat. Xusavat idi Vaqni zamoni zaman yerdi Ul maxluqa va karamu lütfen yerdi Can yerdi anın Peykere canım beden yerdi Ötken kiçeme erdimu Ulsiyem öten yerdi Gülşen türden meskenimiz bir çemen yerdi Ben sarıya kelgelim ayıl ve sayet diyen buldum beni şenime nazım Bülbül idi uykuda davi gül idi apınal Gülbül era iki kişiye sığışamazıl Bülbül bilen ikimize güldük ve tanirdik Bizni kılıp servisere biraz Peydar pey sunmav diyen eyleman izaz Lele bir ban can alaban çeşmi efsün saz Mes'eyle diye gâh naz gâh Arbede avaz Köksüm kebiye çakılgan enge Pirehen irdi
Cerhi zeberdest Can birle bedenle mirban her yere peyvest Lelime içki aş bulup toprağı uzatmaz Lelime içki aş olup toprağı uzatmaz Ben dağı yüzümü kahpağı tiye koyamaz Gülber güzel biriktiren Meğerçi etken yerdi Zindani fıra içre yaman zehir yutup kan Yüz katre hayatiden bulup ranca Ve sakşamday sürdün şati kebe devran Ve akşamda sürdün şati kebe devran Ecrimden navayini eğer öldürsen erman Bunca ki murat Ana bul acib hasat irdi Kusavet idi Kusavet idi Kusavet idi Kusavet idi Kusavet idi Kusavet idi
yer köynüm sıp ilen yalvar Xudoya yaratganlar yeçe aşıran yeş olmaz rızk bir muktardır şahı gedaya kalan birdir unda yazgılanı peş olmaz rızk bir muktardır şahı gedaya kalan birdir unda yazgı peş olmaz adayın bana biri bardır yurtar çiçeği atmayan biri evide yatar capa tartmayan tavdiri ezeldir herkes artmayan gezgin artı bulup yatkan hoş olmaz adayın bana hoş kılıklı çürek desturhan bulsa bu dünyada abru imanlı bulsa 70-80 yüzden artı yaş olmaz bu dünyada abru imanlı bulsa 70-80 yüzden artı yaş olmaz Davut yalgancı kimseler devletli, kimseler garip, kimseler hayır için zekatın biri. Kimseler ömründe nam diye biri birevlerde düşey yastığı baş olmaz kimseler ömründe nam diye biri birevlerde düşey yastığı baş olmaz adayın bana
Baktım kulübüge niye şükür eyle Allah'ın kudretin yürüyüp fikir eyle Rızk için gam yeme halka zikreyle ya Evvelden aytılgan senden daş olmaz Rızk için gam yeme halka zikreyle ya Evvelden aytılgan senden daş bulmaz Ana endi Xorazmcha qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Rakkaza ko'zimiz ham davramizda chanlab kelamiz. Marhamat, qani keling.
desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı, canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı. İzlara bağrım verip, küçük yüzüm turtular. Her zaman da bir gelip, gitsen vaktim hoş olar. Erkelesem erkelem, yürümesem yanımda. Yürürken senden yüktelep, kolun olsa kolumda. Yürürken senden yüktelep, kolun olsa kolumda. Canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı, canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı. Sensiz rengim zaferan, can boğazımda yürüydü. Kumar etti ama yüreğimde eriydi. İşler şu derdi yaman, yarın hepten öpkende. Mecnun sevmeye yedi, iş derdini sizgende. Mecnun sevmeye yedi, iş derdini sizgende. Canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerimden tutulup markam desem yakamı, canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerimden tutulup markam desem yakamı. İzinde kıyma beni, zalı gir yalvar eti. Pencersiz soyma beni, dilimni veyran etti. Kemi bulsa aytindi, gel yanıma kaytindi. Birge devran sürmeke, dürazına aytindi. Birge devran sürmeke, dürazına aytindi. Canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı, canım desem yakamı, bağlım desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı, bileklerinden tutup markam desem yakamı. Harazımca koşularımız bilen devam kılamız. Ahmet! Vay! İşte, işte! Ahmet, Ahmet! Gece bilen gündüz bir, sürü kamer kunduz bir. Raks eylesin gül yüz bir çalınganda. Bu ahayni zihri ba, muhabbeti mihri ba. Oynaydı her dil raba, bir çalınganda. Bir, oynab versin gül yüz bir oynab versin gül yüz bir. Kanat yayıp bir kulaç, uç asmana kaldırlaç. Koynazını kalbim aç, bir çalınganda. Görgen kalsın giyişir, desen nala değişir. Vay ne perik bir işi, bir çalınganda. Bir, oynab versin gül yüz bir. Hey, bir, oynab versin gül yüz bir. Hey, hey,
101 çalınganda 101 101 oynab bersin gül 101 hey 101 oynab bersin gül 101 sallanıp 100 bin kirve bile gel Ramzan katıp naz bilen Mestana gel Totuyca biz server Sözlep şirin bile gel Altın ki yeni dostum Sözlep şirin bile gel Yürü zarım istesen Ne garip bil bile gel Ala yüz gel Kara yüz gel Ala yüz gel Kara yüz gel Başmışım rakiplerden bizarmen 100 bin meşakkat ile canım azı rızamen Gündüz görsem suretim keçeleri bidarmen Behuda aşık oldum sen kırmızı gülemen Alkolün ya hencerin bağrım tile gel Alkolün ya hencerin bağrım tile gel Ala yüz gel kara yüz gel Ala yüz gel kara yüz gel Ben bolsam garip aşık Sen şahsen Angola gel Ala göz gel Kara göz gel Ala göz gel Kara göz gel Emine yar ismin Keftiyle nama geldi Sözü teli vapalı Eyni kenama geldi Ahara çıktı güller Sarımı salama geldi Bu sözün ahırı Sözün tamama geldi Yar nüvesi yazalı Kagaz kalamala gel Yar nüvesi yazalı Kagaz kalamala gel Ala göz gel Kara göz 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 gel Canlar olsun. Allah. İşte. Hadi.
mısız? Var mısız ey? Avva, zor mısız ey? Avva, canlı mısız? Avva, yakşı mısız? Avva, karşısına taşan? Avva, uzak yaşan? Avva, ay yaşan. Var eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni.
Kuşmağına uzunlu bilermen Kamil muradım vardı Ben özüne tilermen Divana meşrebime işkotuna yanarman Pervana beymutunu yüzlayır sabırmaz Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Ala yüz gel bere hay Kara yüz gel beri çal Haqiqat rahmat, katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demas, ilohim, Jo'rabek do'stim, ovozingiz, jiringiz sari bilan bo'lib,
osh qo'ydim pilla hamisha yaringiz bo'lib, mana shunday to'ylarda jaranglab tursin deya ajoyib tilaklarni bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Va azizlar, barcha-barchalaringizni uylaringizda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin deya yana bir bora xonadon sohibi sohibalari Saidmat otamiz, Azimboy otamiz, Nurjon onamiz, Mehribonjon onalarimizga, Rohatoy xolalarimizga, Oygul xola, ana Guljon xolalarimizga, marhamatjon ammalarimizga, Zokirbek omizga, Gulixon epkalarimizga bugungi aqtiq farzand jiyan to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Har kishi murodini istar Allohdan. Alloh bergay har bandaning murodin to'y aylamak odam otadan boshlagan to'yingiz muborak bo'lsin deya farzandlarini chiroyli qutlayman deya qalblariga ezgu niyatlarini tuyib kelgan aziz mehmonlarimizdan, xonadon uchun qadrdon bo'lgan insonlarimizdan, davramizda ajoyib qudajonlarimizdan Xudoyberganov Bahodirbek omiz davramizdan aziz mehmoni ekanlar. Ajoyib til istak so'zlarini ajoyib qudajonlarimizdan Bahodirbek omizdan tinglaymiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun Alaca Qishloq yangi turmush mahallasida ajoyib bir xonadonda yaxshi kun. Avvalambor ro'zo'q barcha ro'zo'qlari Seyit Mamat aka sizni bugungi to'y bilan tabriklayman. Barcha ro'zo'qlarni, jumanazovlarni hammasini bugungi to'y bilan tabriklayman. Jiyan shu qo'shqaring bilan qo'shaqarri. Umrlaring uzoq bo'lsin. Neki arzu umiding olsa ro'yapa chiqsin. Neki niyatlaring olsa ro'yapa chiqsin. Shunday bir elda, yurtda ajoyib bir oila bo'lib yetish. El, mahalla, yurt havo sotadigan oila bo'lsin. Keyingi yil qudalar qo'shalaq beshik keltirsin. Shundan tabriklab o'tirish hammamizga muyassar etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Katta rahmat ilohim, oltin mashlaringiz to'ylardan chiqmasa ilohim, qudachilaringiz ming yilchilik bo'lsin. Ko'zlaringiz oydin. Mana shu yerda davramizda qaddi qomatli davlatlar, qadam tashlashlari sarvati bo'ltira Shomurodbek omiz Tarayov davramizning aziz mehmon ekanlar. Ko'zlaringiz oydin Shomurodbek aka, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yana bir ro'zg'orlar xonadondan eng ajoyib quvonchli kunda o'tirar ekanmiz. Ro'zg'orlari shu quvonch bilan tabriklaymiz. Shu yoshlar baxtli bo'lsinlar, qo'shqarlar qo'shaqarsinlar, o'g'il qizi ko'p bo'lsin. Hammaning xonadonida shunday yaxshi kunlar bo'laversin. Rahmat. Yashang, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsa, oltin mashlaringiz to'ylardan chiqmasa, sizning ham xonadonlaringiz to'yxona, maratxona bo'lsa, ilohim kelasi yillarga yetib yetmay, 5 to'ylardan tabriklab o'tishni Allohning o'zi nasib etsa, ko'zlaringiz oydin yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi mana shu yerda o'rtoqlar ko'chada 843 Cobalt'ni egasi bo'lsa, sal olib turar ekansiz. 843 Cobalt'ni egasi bormi? Hazlar davramizda Zokirbek og'amizning ajoyib sinfdosh do'stlaridan Sarvarbek og'amiz ham davramizdan aziz mehmon ekanlar. Hozirgi ajoyib dil istak so'zlarini do'stlar nomidan, sinfdoshlar nomidan Sarvarbek og'amizdan tinglaymiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum to'y qatnashchilari. Shuna bugun buxgalter bola xonadonida bugun ajoyib yaxshi kun. Va jo'ramiz Zokirbek, va Gulixonlarning farzandlari Farruxbekning bir yaxshi, bir ajoyib to'yimiz. Va shu to'y bilan buxgalter bola sizni tabriklayman. Va shu damollar boshlayni Xo'janiyozov ustozimiz damollar yaxshi gaplar aytdilar. Ikki xonadon to'g'risida sharlarni yaxshi gap aytdilar. Shu ijobat bo'laversin, qolaversa shu to'yimiz bilan tabriklaymiz Zokir do'stimizni, yine sinfdosh jo'rlanmasi o'tib shu yerda. Baxtli saodatli bo'lsinlar, umrlar uzoq bo'lsin, o'g'il qiz farzandlari ko'p bo'lsin. Ammo shu yaxshi kunlarda o'tirish nasib etaversin. Katta rahmat hammasi uchun.
Katta rahmat, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsa, ilohim sizning ham xonadonlaringiz to'yxona amanatxona bo'lsin, ko'zlaringiz oyda. Endi mana shu yerda yana davramizda Zokirbek akamizdan yana ajoyib sinfdosh do'stlarna do'stimni xonadonida hamisha to'y bo'lsin. Galib bizlarning ijakimiz qo'y bilan ko'chkar bo'lsin deb tura Suhrobbek akamizdan barakalar davramizda bo'lmoqlar. Ko'zlaringiz oyda, marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Meni do'stimiz Zokirning xonadonida yaxshi kun kelgan ekanmiz. Ular shu farzandlari baxtli bo'lsin. Shu xonadon ham yaxshi kun keladi. Do'stim tabriklaymi? Rahmat. Yashang. Ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsin, ko'zlaringiz oydin. Mana shu yerda yana davramizda yana ajoyib sinfdosh do'stlardan Husaynboy akamız ham bormi? Uchkunbek akamız bor ekanlar. Oybek og'alarimiz qanalar? Aynaning ko'zlaringiz oydin. Uchkunbek aka ko'zlaringiz oydin, marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine bugün biz Zokirbek jo'ramizning to'yini o'tiribmiz ekan. Shu ikkala yaxshi baxt umr, uzoq saodat tilaymiz. Baxtli bo'lsinlar. Farzandlari bo'lsin, o'z-o'zidan ko'payarsinlar. Sog'lik bo'lsin, salomatlik. Rahmat. Yashang, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsa, ilohim mana shu kelayotgan galinimizdan xizmatlari buyursin, ko'shak qarisalar. Kelasi shu yillardan sal aldiroq kudajonlarimiz oltin beshiklarni, qo'shaloq beshiklarni olib kelgan mana shunday galib so'nishib tabriklab o'tishni Allohning o'zi ro'zai nasib aylasa. Ko'zlaringiz oydin, sinfdoshlar, yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. To'y qilgan xonadonning ochiq tursin eshigi. Farzand boqqan har onaning omon bo'lsin beshiga. Aziz ona quvonchiga sherik bo'lsin Alloh o'zi. Kelib chiqsin yo'llariga, og'sit bergan farzandlari gullar so'zsa yo'llariga, to'yga kelgan do'st diyorlari deya ajoyib tilaklarni bildirgan holda mana shu yerda davramizda Gulixon akamizdan ajoyib sinfdosh dugonalardan Shohstaxon akamiz ham davramizdan aziz mehmon ekanlar. Ajoyib dil istak so'zlarni do'stlar nomidan, sinfdoshlar nomidan Shohstaxon akamizdan tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine bugün dugonamiz Gulixonning xonadonida shunday ajoyib kun ekan. Men bu dugonama uzoq umr, bolalarga sihat, salomatlik tilayman. Xudoyim bu gelin dugonama baxt deb kelgan bo'lsin. Xudoyim besh to'ylardan hammamizga kelib o'tirishlarni nasib etsin. Tabriklayman chiqar. Yashang, ilohim sizning ham xonadonlaringiz to'yxona, murodxona bo'lsa, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsa, ko'zlaringiz oydin. Mana shu yerda yana davramizda Gulixon akamizdan ajoyib sinfdosh dugonalardan oltin yuzikli, qoshiq ko'zlari suzukli bo'lib tura Ra'noxon akamiz bor ekanlar. Barnoxon akamiz ekanlar aynani. Qanalar Barnoxon akamiz? Marhamat. Gelin bilan tabriklayman. Baxtli bo'lsinlar. Xizmati buyursinlar. Yashang, ajoyib tilaklaringiz ijobat bo'lsa, sinfdoshlar. Ilohim kelasi shu yillarda sal aldiroq beshik to'ylardan tabriklab o'tishni Allohning o'zi ro'zai nasib aylasa va yana bir bora sinfdoshlar ko'zlaringiz oyda to'ylar muborak bo'lsin demas, sog' bo'ling, salomat bo'ling demas. Azizginam kelinchak. Bugun to'ying muborak. Sen kelibsan baxt bilan ko'sha baxting muborak. Qaynota-yu qaynonangni bir donasi bo'lg'aysan. Kuyov bilana yakka-yu yolg'iz yagonasi bo'lg'aysan. Kelgusi yil jajji farzandlarni sen onasi bo'lg'aysan deya ajoyib tilaklarni bildirgan holda mana shu yerda davramizda Farruxbek ukamizni ajoyib sinfdosh do'stlardan Tolibjon ukamiz, Muhiddinbek ukalarimiz, Ruslonbek ukalarimiz ham davramizdan aziz mehmon ekanlar. Ajoyib dil istak so'zlarni sinfdoshlardan tinglaymiz. Marhamat. Jo'ramizga baxt tilaymiz. Jo'ra baxtli bo'l. Avvalambor assalomu alaykum. Jo'ra baxt tilayman. Xudo xolasa yana kelgusi kunlari 5 to'yinda o'tirisham nasib etsin Xudo xolasa. Rahmat. Yashang sinfdoshlar.
Aynen istedim. Bom yine söyledi Allah. Sınıftaşlar gözleriniz aydı. Yetmegenini yetirip tem köstünü bitirtira. Sınıftaşlara yine bir bora gözleriniz aydın diyemiz kanı. Aynen istedi. Acayip kız tapıldı. İstinallar yapıldı. Acayip kız tapıldı. İstinallar yapıldı. 2 yaşlı toyuna ulu yurda aytıldı. 2 yaşlı toyuna ulu yurda aytıldı. Men aynanim boyundan, arzu havas oyundan. Özüm aynanim boyundan, ey arzu havas oyundan. Yıldızları yaraşkan 2 yaşlı toyundan. Yıldızları yaraşkan, ey 2 yaşlı toyundan. Her gün toy bolaversin, hapızla geleversin. Her gün toy bolaversin, hapızla geleversin. Gelesi yeli kudala beşik geleversin. Gelesi yeli kudala beşik geleversin. Men aynanim boyundan, arzu havas oyundan. Özüm aynanim boyundan, ey arzu havas oyundan. Yıldızları yaraşkan 2 yaşlı toyundan. Yıldızları yaraşkan, ey 2 yaşlı toyundan. Gözleriniz aydın sınıftaşlar. İlahım 9 ay 9 günden keyin Kudacanlarımız altın beşiklerini koşalak 5'ten apkenden mana shunday davramizda keng olib so'nishib tabriklab o'tishni hammalarimize nasib qilsin. Gözleriniz oyda yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Endi mana shu yerda davramizda yakalari sadaplar o'zlari juda adabli bo'lib turadi. Go'zal kelinchagimiz Sarvanozxon singlimiz ajoyib So'ntosh Dugonoldan davramizda Nozimaxon singlimiz Rayhon Oyxon singillarimiz ham davramizda aziz mehmon ekanlar. Gözleriniz oydin, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Dugonama baxt tilayman, baxt. Sarunaz chiqalma baxt tilayman. Sarunaz chiqalma baxt tilayman. Iloyim baxtli bo'lsin. Yana kelishing. 5 to'yga kelib o'tirish hammamizga nasib etsin. Rahmat sizlarga. Yaşayın sınıftaşlar. Acayip tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Gözleriniz oyda yana bir bora sınıftaşlar. To'ylar muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Azizlar, davramiz davom qiladi. Davramizda barcha davradosh do'stlarimizni, yoshlarimizni yalla qo'shiqlarimizga, o'yinlarimizga taklif qilib qolamiz va yana davramizni ajoyib san'atkorimiz Jo'rabek ukamiz Bobojonovga topshiramiz. San'at insonlar uchun Allohning bir ne'mati. San'at borki odamzod yashagisi keladi. Hajaranglasa so'z ussa kuy, diqqatlari jamlanadi. Zavq safo hayajondan kipriklar namlanadi. Marhamat.